Brabus Rocket 900 mashinamiz Sport Plus. Oldi ko'rinishlari 7 yoshgacha bolajonlarning minsa bo'ladi, 50 kilo yuk ko'taradi. Mana oldi abrisovkasi. Sport Plus deyishimiz sababi, plusning sababi bor. 4 ta motor tortadigan qilsa bo'ladi. Qaranglar, glani svetlari, spira svetlarigacha yonadi. Oldida abrisovka modalari qizil yonadi. Original varianti bo'ladi, u eksportning varianti. Mana oldilar karbonoy bo'ladi. Va mana shu knopka orqali kapot ochsa bo'ladi. Kapot ochiladi. Kapotda 12 volt akkumulyatorlar joylashgan. Mana pastdaqlar bor. Pastdaqlargacha mana bunaqa turg'uchigacha qo'yib qo'ysa bo'ladi. Oldi kapotlari ochiladi, zaryad qilishlari ham bo'ladi. Akkumulyatorlar kattalar bo'ladi, 12 voltlikni. Mana bu qistirib ham qo'ysa bo'ladi. Va kapot yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hop, mana yo'llari akkuratni cho'tki ishlangan, yaxshi ishlangan. Balonlar rezin yumshoq bo'ladi, yurganda o'zar chiqmaydi. Mana diski, qalpak diskalari ham karbonoviy qilib qilingan bo'ladi. Yoniga mana bu yoq taraflari ham, pastki spoilerlari ham karbonoviy qilib qilingan bo'ladi. Rocket 900 bo'ladi bunisi. Gulishtirlarga baho berildi. Moshina qilib qilingan gulishtirlar original deb qilingan. 4 balonli amortisator bo'ladi, 4 balonda motor bo'ladi, o'zar chiqmaydi yurganlarda. Shun bo'lmaydi. Orqa ko'rinishlari ham yaxshi ishlangan. Tepalik svetlari ham yonadi, pastki svetlariga yonadi. Mana pastki spoilerlari, difuzorlari ham karbonli qilib ishlangan. Mana spoiler, tepadagi spoiler ham karbonli, qanotlarigacha. Sidenalari kelsak, sidenalar bu materialli alkantara qilib ishlangan, yonlari eko qo'ji qilib qilingan. Remellari, zaryadka puklari ham bo'ladi. Mana pedallari, to'min sarasi sistemalar bo'ladi. Rullarni qaranglar. Rulni originaldagi variant qilingan. Hop, tablolargacha yonadi. Multimedia sistemalar bor. Fleshkalar qo'ysa bo'ladi. Oldi orqa yurishlari, 4 ta balon tortadigan qilsa bo'ladi. Mana bu qizil yondi. 4 ta balon bo'ladi. O'shanda Sport Plus ko'tadi. 4 ta balon tortadi. 50 kilogacha bo'lgan lubo balon ko'taradi. Hop, svetni o'chirish, yoqishlari ham bo'ladi. Tablolargacha yonadi. Yo'llarni cho'tki ishlangan. Qulflari tepada va pastda ikkita qulf bo'ladi. Eshik taraflari mana yo'llarga ochilishini ko'rsatib beramiz. Eshiklari yo'llarga ochiladi. Bitta bola ketadi, 50 kilo ko'taradi. 7 yoshgacha bolajonlarimiz bemalol minisi bo'ladi. Bakoylargacha bor. Telegramga zakaz bera olasizlar. Brabus Rocket 900 Sport Plus variant.